Oldingi videoyimda 9 minutda poyezdga ulgursam, borgan qasrimdan video qo'yaman degandim. Biz-ku poyezdga ulgurishga ulgurdik, lekin yo'limizda umuman biz kutmagan voqealar. Biz yo'lda пересадка qilishimiz kerak edi. Lekin afsuski bizning poyezdimiz har ostonovkada buzilib qolib, bizani 1 soatga kechiktirib yubordi. Orada to'xtab qolgan shahrimiz Rostov shahri edi. Dugonam ancha paytdan beri bu shaharga borishni xohlab yurgandi. O'shaning uchun fursatdan foydalanib bu shaharni ham aylanib chiqdik. Keyin nihoyat uzoq kutilgan qasrimizga ham yetib bordik. Uy shunchalar chiroyliki, kamera uni joyini umuman yetkazib bera olmaydi. Ko'l o'rtasida suv bilan o'ralgan bu qal'a uzoqdan qaraganda haqiqiy saroydagi ertakka o'xshaydi. Har tomondan qaraganda umuman boshqa manzaralarni ko'rsa bo'ladi. Ko'llar, g'orlar, bog'lar, qasr judayam chiroyli. Men bu yerda oldin ham bo'lganman va oldingi videolarimda qal'aning boshqa tomonlarini ko'rsatganman. Agar sizga qiziq bo'lsa, profilimga o'ting va obuna bo'ling.